hem bize biznes rivojlantirish bankinin o'rinbosari hem Rajab hamdan ben. Maqsadimiz shu mahallada yoshlarni ish bilan ta'minlash, tadbirkorlikka jalb qilish, ishsizlikni kamaytirish, mahallaning aholisini daromadini oshirishga hissa qo'shish. Shu uchun geldik sizlarga kredit produktlarimiz bo'yicha ma'lumot beracakmiz. Bizlar hozir eng toza chiqib turgan, eng yoshlar uchun qulay bo'lgan toza produktimiz chiqdi. PK60, PK61 sonli qarorlar bor. Bu qarorlar asosan maktab bitirgan, institut bitirgan va ishsiz yurgan 30 yoshgacha bo'lgan ayollar, o'g'il bolalar uchun biznesini yo'lga qo'yishga katta yordam beradigan produktlarimiz bor. Misol uchun PK61 ni oladigan bo'lsak, 100 milliongacha cheklisiz, sug'urta bilan garovsiz kredit berishimiz mumkin. Buning uchun yuridik korxona yoki yakka tadbirkor tashkil qilgan holda 30 yoshga to'lmagan ayol kishi yoki o'g'il bolalar hujjat taqdim qilishi mumkin. Bize belirlenen tartibde 5 yıl 18%dan kredit ajratamiz. İmtiyaz devri bo'ladi. PK61'imiz var. PK61'imizde üstüne satib olish uchun, misol uchun sizlarning produktlaringizdan 33 millionlik 50 millionlikdan tadbirkorlikni boshlaganlar bo'lishi mumkin. Ular уже yuridik korxona ochib turib, evveldan kredit olib boshlagan yoshlar bo'lishi mumkin. Şu an qo'llab-quvvatlash uchun üstüne satib olish maqsadida 7 yil davomida kredit berishimiz mumkin. 18%dan 2 yil imtiyoz devri bor. Buna 100 milyon. Yok, bu 5 milyardgacha beriladi. Mikro va kichik biznesga 1 milyardgacha, kichik va o'rta biznesga 5 milyardgacha kredit berishimiz mumkin. Mana shu 30 yoshgacha 30 yoshgacha bo'lgan rahbari ta'sischisi, lekin bir sharti bor. Zalog bo'ladi. Ava, bir sharti bor. 2 yildan ishi yoshlarni ishga kirgizib turib, shu an bo'shatgan oylik bilan ta'minlash kerak, ishlatish kerak shu. Shu maqsadda beriladi. Beyin tartibda oilani bilasiz, garov taqdim qiladi, garov asosan ko'rib chiqiladi.